Ko'pincha pardalarimiz qalin matolardan iborat bo'ladi. Qalin matolarni ikkita qilib qaytargan vaqtimizda yon choklari juda ham qalin bo'lib ketadi. Mana shunday qalinlik bo'lmasligi uchun lenta qo'yib tikishni tavsiya qilaman. Lentani tikishimizdan oldin ho'llaymiz, suvga botiramiz va dazmollab olamiz. Chunki bu lentalarimiz ozgina suvga kiradi. Dazmol qilib olganimizdan keyin buni matoga qo'yib, mana shu holatda matodan ozgina ichkariga kirgizib, yuza qismidan chok urib olamiz. Chok urganimizda mana bu lentani yonidan tekis qilib chok urib olamiz. Mana bu tarafiga chok urib oldik. Ikkinchi tarafni endi matoga qilib, yonimizda qancha qaytarishimiz kerak bo'lsa, 4 sm, 5 sm o'sha rashyotni olib qaytarib, ikkinchi tarafidan chok urib olamiz. Mana qizlar, qalin matolarimizni bitta qaytarib ham qaytarish usuli. Ma'lumotim foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.